Assalomu alaykum, yaxshi insonlar. Men Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Bog'ora mahallasida yashayman. Men o'zim ikkinchi guruh nogironi, o'zim yashayman. Ota-onam vafot etishgan. Bizlarga 2018-yil davlat tomonidan uy-joy berilgandi. Homiylar asosida homiylarimiz 2023ga kelib to'lamay qo'yishdi. Uyning foizi ko'tarilib ketdi deb hozirgi kunda qarzdorligimiz 90 million. 90 million bo'pti. Yana uni to'lasa yana 125 million qolar ekan. Nafaqalarimizni kesib ketyapti. U nafaqamizni olib ketsa qanaqa qilib kun kechiramiz? Iltimos, yaxshilar yordam beringlar. Na davolanishga, na yeyish-ichishga yo'q bo'lib qoladi. Hech yerdan pul kelmasa, menga qaraydigan inson bo'lmasa. Iltimos, yordam qilinglar. Shuncha summani qayerdan olib to'layman? Hozir telefon qilishdi. Telefon qilsam kreditga yechib ketgan deyapti. Uyingiz qarzdorligi bor. Homiylar to'lashmayapti deydi. Iltimos, bir duo qilaman. Yordam qilinglar. Bitta o'zim yashayman. Iltimos. Har haftada bir hafta ichida